o'z ixtiyoringlar bilan chiqib ketmaganlarni xuddi shunday deport qilib, libo aeroportda men sizlarga to'g'risini aytaman, deport zapret qilaman deb qo'rqitadi-yu. 30-aprelgacha dokumentsiz yurganlar bo'lsa, 1-maydan boshlab deportatsiya shtrafi bor insonlar обязательно to'lab qo'yinglar. Qizig'i yo'q. Shtrafni katta kichigi bo'lmaydi. O'zbekiston pravasida telemobil minsak bo'ladimi? Gruzovoyda haydasak bo'ladimi? Mana bitta aka bor ekan. Menga zapret qo'ydi deyapti. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Privilegi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir Privilegida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Privilegi, biz bilan hammasi oson. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 2025-yilda birinchi qoriylar bilan tabriklayman. Oxir payt faqat Vunuk va Damadevdan video qilganim uchun ukam Sheremetovandan ham bir video qilgan degan jigarlar uchun bugun foydali ma'lumot berishga harakat qilaman. Bilasizlar, videoni boshlasizlar uchun har doim aynan musofirda yurgan aka-ukalarimiz uchun yaxshi bir ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Bu ma'lumotimizni qo'rqitib yo vahima qilyapti deb o'ylamanglar. Akalar, eshitgan bo'lsanglar, kimda-kim 30-aprelgacha dokumentsiz yurganlar bo'lsa, dokumentini qilmasa, 1-maydan boshlab deportatsiya o'z ixtiyoringlar bilan chiqib ketmaganlarni xuddi shunday deport qilib jo'natib yuboradi. Aynan dokumentsiz yurganlarda faqat. Agar siz dokumentalni yurgan bo'lsangiz, sizlarga taalluqli emas. Iltimos sipolardim. Hozir paytda musofirda yurgan aka-ukalarimizga aynan oldingizda yo tanishingiz bo'lsa, dokumentsiz yurgan bo'lsa, hali ham qilmagan bo'lsa, jigar, eng yil dokumentingni qilib kelib ol. Kreditini qilib, toza registratsiyalarini qilib, patentlaringgacha tayyorlab olgin deb qo'ysanglar, bir xursand bo'lardim. Bu Sheremetova aeroportdan pashti ko'proq olib aytganim 30 ta yo 40 ta video qilganman. Ya'ni 1 yil ichida. Shunchadan beri qaytib kelganlarni aytyapmiz. Hali ham bu davom etyapti. Shuning uchun iltimos qilaman. Sheremetova aeroportga bilet olmanglar. Iltimos akalarim. Birinchi marta kelasizmi? Dokumentlarni yurgan bo'lasizmi? Qizig'i yo'q. Shu imkon bo'lsa, aka, tanishingiz bo'lsa, sizdan savob. Keyin uni o'rniga Vunukovaga ol deb qo'ying. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Kassamizdan bilet olish shart emas. Prosta shu ma'lumotni yetkazib qo'ysanglar bo'ldi jigarlarim. Inshaalloh bugun qo'ldan kelgancha bir yaxshi video qilib beramiz, lekin bugun 3-kun, bugun 8-aprel. Ertalab saharga reysga mo'ljallab keldim, ya'ni 8 ga o'tdik. Cho'tki video qilib bermoqchiman. Sheremetova mabodo qaytib ketishga, ya'ni O'zbekistonga ketishga uchmoqchi bo'layotganlarga bir foydali ma'lumot olib qoladi. Like bosib qo'yinglar. Oxir payt kontent yaxshi, foydali chiqyapti. Kommentni, hammani kommentini o'qiyman. Kimdakim komment yozayotgan bo'lsa, ukam meni kommentimni o'qimayapti demanglar. Hammanikini o'qiyman, faqat javob berishga haqiqatan fizik usbet qilmayman. Shuning uchun bir-birimizni to'g'ri qabul qilamiz. Shu podpisatsiya bosib qo'ymayotgan insonlar, shu bes podpisatsiya kuzatayotganlar, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Yangi rahmat jigar. Sog' bo'lsinlar. Topgan pulingizga Alloh baraka bersin. Gap yo'q jigarim. Bosdiz-a? Gap yo'q. O'zbegim 24 dan bilet olish shaxsiy doimgida ekrandagi nomerlarga обращаться qilasiz. Biz original Telegram kanallarimiz opisiya kommentariyani birinchi bo'limiga yangi joylab qo'yaman. Shu obuna bo'lib qo'ysanglar, aviabilet bo'yicha ma'lumotlar bilib turasizlar. Aynan bilet olish shart emas, prosta o'zingizlar uchun foydali bilet narxlarini ko'rib tursanglar bo'laveradi. Dokumentimiz yo'q edi. Sizdan bilet olib, kuzatib qo'yish xizmati bormi deyotganlar. Yo'q emas, bor. Bizdan bilet olganmisiz, olmaganmiz qizig'i yo'q. Aynan shu o'zbekiston bor. Ukam seni men taniyman, obuna bo'lmaganman, lekin kuzataman deb qo'ysangiz ham bo'ldi, o'zingiz uchun. Mana shu ekrandagi nomerga обращаться qilasiz, xizmatda bo'ladi aka. Sizga deport yo zapret bo'lishingizga, ya'ni o'zi pasport kontrolida bu hal bo'ladi. Javob beraman deya olmayman, lekin sizni militsiya xodimlariga ushaltirmasdan olib kirib pasport kontrol eshik tagigacha kuzatib qo'yishga bunisiga javob akalar. Bu to'g'ri gapirishimiz kerak, yolg'on gapirish shart emas. Pulligidan pul jo'natayotgan akalarimizga rahmat. Odam pasti 5000 dan oshiq odam jo'natyapti. Shuning uchun sizlarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Mabodo jo'natmoqchi bo'lsanglar, pul promokod 100 gumush, yengil, ters. Jigarlar mana shu tarafdan kirsanglar, bironta tog'a ham, bironta sizlarga nisbatan bir неприятный holat bo'lmaydi. Ko'p aeroportda bo'lsa kirishdilar, tekshiradi-yu. Mana holat yoz bir qota aylantirib ko'rsataman, qaysi tarafdan kelishdi. Atayam tepadan sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Shtobi Sheremetovada birinchi marta uchayotganlar bo'lsa, mana shu holatda kelsanglar, osonroq kirib, bemalol registratsiyalarga o'tkazsanglar bo'laveradi. Savol qoldirgan ekan. Ukam o'tgan safar prava bo'yicha ma'lumot berding-ku. O'zbekiston pravasida telemobil minsak bo'ladimi yoki Gruzovoyda haydasak bo'ladimi deb. Bo'ladi akalar. Qanaqa qilamiz sizlar hozirgi paytda Rossiya fuqaroligiini olmagan bo'lsangiz yoki venjilar bo'lmasa bo'ldi. Qanday holatda bo'lsa, xuddi shunday ketaveradi. Men aytdimki, ya'ni kimdakim Rossiyada
ikkinchi двойной grajdan olgan bo'lsa yoki pensiyadan olgan bo'lsa оформят qilib olish kerak degan ma'noda tushuntirdim. Agar tushunmaganlar bo'lsa yana bir qator kommentariyaga yozsanglar, keyingi videoda chiroyli yana qaytarib tushuntirib berishga harakat qilaman. Jigarlar Sheremetyevo aeroportiga birinchi marta uchayotganlar uchun terminaldan uchadi. Mana shu holatda kelishinglar, главный joyi. Men sizlarga mana shu taraf tavsiya qilaman. Mana shu tarafdan kelsanglar, mana shu yerda kirish joyi bor. Mana ko'rib turibsizlar. Shu yerdan kirib ketaverasizlar, 4-etajga chiqsanglar, xuddi shu holatda chiqasizlar. So'mkalar unaqa teleshkalarga solib, yengil to'g'riga qarab yuraveramiz. Shu holat. Bu tarafdan ko'ra, ya'ni bu tarafda ba'zida eshik tagida juda kirishlar turib oladi-da. Shuning uchun sizlarga mana shu tarafni tavsiya qilaman. Tinchgina boshinglar og'rimaydigan variant. Shtraf bo'yicha bir qator ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. O'tgan safargi videomizda juda ham ko'p aka-ukalarimiz qanaqa shtraf, nimadan olsa shunaqa holatga, ya'ni zapretga tushadi deb savol bergan ekan. Agarda siz avtobusda yoki metroda yoki qanaqa peshoxodda oddiy administrativniy 500 ming so'm, 1,5 ming shtraf olgan bo'lsangiz, 1 yilda ichida. Bu inson yozgan, ya'ni akamiz 3 yil ichida 2 marta shtraf olsangiz deyapti, men oldim, menga zapret qo'ydi deyapti. Yo'q, hozirgi paytda unaqa emas. 1 yil ichida 2 ta administrativniy shtraf olsanglar, shu holatga tushasizlar. Shuning uchun imkon qadar harakat qilinglar shtraf olmashga. Shtrafi bor insonlar обязательно to'lab qo'yinglar. Sizlar uchun juda ham bir hali arzimagan 500 so'm, 1000 so'm ishlasa bo'lmaydi deb o'ylamanglar. Qizig'i yo'q. Ya'ni shtrafda katta kichigi bo'lmaydi. Yengil shu holatga tushib qolasizlar. Shuning uchun imkon qadar harakat qilinglar shtraf olmashga. Sheremetyevo aeroporti manasiga yomon kayf qilaman akalar. O'ta go'zal, qaranglar. 8-aprel 2025 bugun qayerga reys bor va nima holat? 431-stoygacha registratsiya bo'ladi. Mana bitta aka bor ekan. Pasport kontrol mana shu joy. Biz mana shu tarafdan keldik. Ko'rdinglar, hech kim yo'q. Xullas terminal bu tarafda. Endi bu yoq faqat Moskvaning ichida uchadiganlar uchun tegishli joy. Atak pasport kontrol bo'lmaydi. Kimlarki Moskvaning ichiga uchmoqchi bo'lsa, pasport kontrol yo'q. Ko'rib turganlarda Toshkent Aeroflot aviakompaniya 1872 reys 407 dan 430 stoyka, ya'ni soat 2:15 da boshlanar ekan. Xo'p, biz soatimiz 1:14, ya'ni 1 soat oldin keldik. Registratsiya mana shu joyda bo'ladi akalar. Mana shu holatda kelasizlar, shunday o'tirasizlar akalar. Primoy pasport kontrol bu tarafga kirib ketasizlar. Ba'zida registratsiya boshlangan mana shu yerda turib olishadi. Aynan mana shu yerda. Men o'tgan safar video qilgandim. Bunday kelganlar mana cheka bilan aylanib o'tib sekin biznes klass bilan aylanib o'tib kirib ketinglar degan edim. Mana shu joy 40 minut oldin yopiladi. Agar ichkariga kirib ketgan bo'lsangiz 20 minut oldin yopiladi. Shuni inobatga olib qo'yasiz. Mana shu joyda ma'lumotlar qoldirilgan. Bu Aeroflotda 6700 rublgacha lishniy yukka to'lov. Kilosiga emas, ya'ni bagajingizga 1 kilo, 2 kilo bilan qizig'i yo'q. Registratsiya na reys закончится за 40 minut deyapti. Вилли deyapti. Посадка на рейс deyapti. 20 minut oldin yopiladi. Xullas razmer, mana shu holatda razmer. Atab bu yerda mencha razmer ichida qaramaydi desam, yo'q. Aeroflot mana shu joyda soatchalarni qo'yib qo'ygan. Shunga rahmat berib qo'yasizlar. Agar biznesga bilet olgan bo'lsanglar, mana shu yerdan yengil o'tib ketasizlar, ha. To'g'risi men registratsiyaga mo'ljallab kelganim sababi aynan registratsiyada holat ko'rsatay, nima bo'lyapti, tekshiruv haqiqatda bo'lyaptimi yo'qmi degan maqsadda Aeroflotda bilet olgan insonlar bo'lsa, shu holatga tayyorgarlik ko'ringlar degan maqsad. Atay qo'rqitib, vahima qilish emas. Libo aeroportda men sizlarga to'g'risini aytaman, oldin ham aytganman, deport, zapret qilaman deb qo'rqitadi-yu. O'zi aslida aeroportda bunaqa holatlar bo'lmaydi. U ya'ni sotrudniklar sizlar bilan vaqtini sarflab 3-4 soat u yoqdan bu yoqqa yurmaydi. Yengil. Agar o'zinglar tushundinglar, hal qilib, imkon qadar harakat qilinglar. Hech qachon birinchi o'chirda taklif bermaylar. O'zlari taklif bergandan keyin qo'l bilan ham bermaylar. O'zi aslida imkon qadar harakat qilinglar, ushalmasdan xodlarini qilib kirib ketishga. Mabodo misol tanish bilishingiz dokumenti bor, keyin meni kuzatib qo'y desanglar bo'ladi. Kuzatib qo'yish mumkin. Misol ketayotgan odamga baribir polibon yordam beradi. Agar bitta o'zingiz bo'lsangiz, shu bash videolarni ko'rib, sekin kirib, qaysi holatda nima bo'layotganini ko'rib qo'ysanglar bo'laveradi. Imkon qadar harakat qilib havo yo'llariga bilet olinglar. Havo yo'llari juda ham yaxshi va tinch. Ya'ni demoqchi bo'lganim, ko'p reys havo yo'llarida imенно Vnukodan bo'ladi. yoki Domodedovodan Xonobshardan bilet olinglar. Chunki Aeroflot, Yuter, Uralga qaraganda yoki Pobedaga qaraganda arzon, do'stasi yaxshi, o'zimizni akalar jigar yarim kilo, 1 kilo oshishadi desanglar bo'ldi deb o'tkazib boraveradi. Chunki bunaqa holatni men o'zim shaxsan o'zim guvohi bo'lib, o'zim shunaqa holatga olib borib deganimda gap yo'q degan. Aynan men uchun emas, sizlar uchun ham bo'pti deydi. Shu muomalada baribir eng главный kerakli narsa muomala. Jigarim mashtan olib qoldi
O'gunda akajon mingba huzur ichi shashilasiz ko'p sug'oribmiz. O'gunda aka 1000 so'm emas edi, shu 500 so'm pulimiz bor edi. O'gunda 3 minglik bo'lsa akajon o'zi ketayotgan mana shunday holat edi, 1000 so'm bor edi deb yaxshi gapirsanglar hamcha haligi odam pulingni ham shartib o't deydi. Muomalada hamma yo'q va bitib ketadi ishlar. Yaxshi bo'lib ketadi. Men sekin terminal bir tarafga ketyapman, ya'ni o'tgan safar video qilgan edim. Kimdan kim ko'rgan bo'lsa, terminal bir tarafdan ham kam ko'rsating sektorlarni nima holatlar bo'lyapti. Biz Rossiyaning ichiga, ya'ni kiritishga borsak bo'ladimi deganlar uchun bo'ladi. Aynan ekrandagi nomerlarga telefon qilib olsanglar ham bo'ladi, qayerdan bilet olsanglar ham bemalol samolyot orqali borib tushib kelsanglar bo'ladi. Pasport kontrol bo'lmaydi. Pechatingizni qo'yib yoki tekshirmaydi. Ya'ni ichki tizimda uchadigan bo'lsanglar. Xullas shunday gap. Qanaqadir seni savollar bo'lsa yoki qolib ketayotgan gaplar bo'lsa yozib qo'ysanglar, keyingi videolar to'g'rilashga harakat qilaman. Hozir terminal bo'ldi, bitta ko'rsataman. И все. Videomiz shu bilan yengil. Eng katta o'zi aeroport Moskvada Sheremetyevo aeroport. Eng chiroyli aeroport shu. Udobstvolar zo'r. Mabodo Podmoskvada akalarimiz bo'lsa, mana Aeroexpress orqali yengil kelasiz, shu tarafda bitta chiqasizlar. O'ng taraf terminal, bu taraf, chap taraf terminal, C taraf. Ya'ni bizga tegishli shu yoq. Bu yerda 4 ta sektor bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, chekada 4-chi bor. Mana shu tarafdan ketaverasizlar. Biz aeroportlarimizga yoshdaqa chiroyli mashinalarni qo'yib yengil reklama qilib qo'ysa bo'laveradi. Reyslarni mana shu tarafda chekada ko'rsanglar bo'laveradi. Bu tarafcha vajniy emasligi uchun men ko'p ko'rsatmayman. Xo'p, nimalar mumkin, nimalar mumkin emas. Ya'ni bagajga mana shunaqa narsalar solish mumkin emas ekan, qaranglar. Rushnoyga mumkin ekan. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bagajga shu narsalar mumkin emas ekan. Pasport kontroli mana 101 dan 123 deb qo'ygan. Mana shu tarafga kirib ketaverasizlar. O'ta go'zal qilib ishlab qo'yishganda. Qaranglar, Sheremetyevo aeroport mana shunaqa kattalikda ekan. Aslida ko'pda chunki S, B, Y, D bo'lib ketgan. Qarang, ziloniy zdaniyalar qanaqa ko'pligini. Вообще chotki. Adashmasam biz taraf mana shu bo'lsa kerak. Shadan tushib ketsa kerak. Y ekan. F deb qo'yibdi. Bu D ekan. Mana S ekan, qaranglar. S deb qo'ygan. Terminal C. Sizlar uchadigan taraf mana masjid bo'lar ekan. Terminal C. Men o chekadan keldim. O'z aslida kelib turaman. Terminal C, terminal B. Ikkosi bitta joyda. Chiroyli ishlagan ekan. Hech bu maketini video qilib ko'rsatmagan ekanman. Shunday tushganinglarda bu ichkariga kirib bemalol yuraverasizlar. Обязательно uchib ketish shart emas, yoki dokumentingiz bo'lish bo'lmashi shart emas. Bu ichkarida o'zicha unaqa tekshirib ham bormaydi. Faqat registratsiyani oldida tekshiradi xolos. Mana bu tarafda ko'ryapsizlar, KFC bor. Ya'ni KFCni yoqtirganlar uchun Kurinni. O chekada McDonald's va ya'ni вкусный точка deb qo'yishgan. Xullas, ikkosi bitta joyda. Aha. Bitta, mana ikkita. Keyin sizlarga vajniy ma'lumot. Mabodo Sber kartalar bo'ladi-yu. Premium mana shu yerda o'zida bor. Xohlasanglar blok qilib kelsanglar bo'laveradi kartalarda Sber. Hozir borib ko'rsataman. Ketayotganinglarda kartalardan pul yechib yoki kartalarni blok qilib qo'yib ketmoqchi bo'lsanglar, imенно Sheremetyevo aeroportida o'zining ofitsialniy ofisi bor, Sberbank. Ko'chada ham apparat turadi, ichkarida bemalol konsultatsiya bo'yicha nima savolinglar bo'lsa bersanglar bo'laveradi. Lekin Sheremetyevoda o'ta ham arzon do'kon bor. Hozir buni ham ko'rsatishga harakat qilaman, ya'ni chiqadigan taraf bor, международный reyslar chiqadigan tarafda. Shu magazinga bir qator ko'rsataman. Hozir ketayotganlar bo'lsa 5-6 soat oldin kelganlar bo'lsa, qonni och bo'lib, falon so'mga narx olgandan keyin Pitorichki narxi bir xil. Ular shunaqa. Mana Sberbank, ya'ni terminal B tarafida ofisi. Debo karta bo'yicha muammongiz bo'lsa yoki pul bo'yicha muammongiz bo'lsa, bemalol yechib, ishingizni hal qilsangiz bo'laveradi. Bu ma'lumotlar berayotgan sababim ko'p inson misol shashilasa chiqadi-yu, kartadan yecha olmaydi yoki taksi to'xtab bera olmaydi. Shunday holatlar bo'lib qolsa, ko'ngil to'q qilib kelib nalichga yechib ketsanglar bo'laveradi. Liba aeroportda 700 ming rublgacha ofitsialniy qonun bo'yicha olib kelsanglar bo'laveradi. 10 ming dollar bo'lmasa bo'ldi. 9900, 9050 dollar yoki 9000 dollar bo'lsa, bemalol olib kelsanglar bo'laveradi. Samg'dan 10 ming bo'lmasa bo'ldi. Agar bilgan bo'lsanglar, shu Sheremetyevoda yaqinda ma'lumot chiqdi. Ko'p tamaki mahsulot olib ketayotganlarni boshqona xodimlari, ya'ni deklaratsiyaga yozilmagan, qonundan jinday oshcharoq e'tiborsizlik qilganligi uchun xullas chora ko'rishdi. Shuning uchun imkon qadar harakat qildilar. Jayanaqa ko'pgina tamaki mahsulotlari yoki qanaqadir dori yoki dug'uy narsalarni ko'p olmanglar. O'sha har bitta insonga chegaralangan narsalar. Sizlar foydali bo'lyaptimi? Uzun qilib yubordim. Bu safar to'g'ri qabul qilasizlar.